Jun. Jun, sen universitetda kutib olgani kelding. Xullas, ketdikmi? Ismim Chenjon, 1-kursman. Orzuyim tinch va baxtli hayot kechirish. Bolalikdagi sevgilim erga tegib ketgan. Jun, sen allaqachon ish topib bo'ldingmi? Albatta. Suratga olishni boshlayapman. Kutilganidek, CTF va hokazolar shunchaki tush ekan. Tinch hayotga nima yetsin? Hazrat oliylari, Ksirin imperiyasi hukmdori sifatida tinch hayot kechira olmaysiz. Hazrat oliylari. Soxta, hammasi soxta. Jin ursin, alvido. Mening tinch hayotim.看着剧就没流，凭什么拯救这最远的宇宙？虚空生物，未觉醒的时候，势力烂透，眼见未知的手势记忆足够，才个个远走。但即使没过即时，绝不退后。无愧世界里最佳盟友 Go。希望指引方向，心里向往自由，复习那崛起之路 ，We all know。设想之内，遍地这里都在我手，去拯救宇宙。Let's go。过去星河下，世界的锋芒，对宇宙的向往，很倔强，指引着永恒，挣脱了迷惘，重返荣耀，有希望，有希望，有希望，有希望，有希望，有希望，绝对有希望。希望 Olam panoh. Lensuy ismli uglerodli mavjudot shu bino tashqarisida. Xo'sh, sen kimsan? Siz bilan uchrashish sharaf, olam panoh. Men Pandora Nolman. Sizning Ksirin generalingizman. Robot emas ekan. Olam panoh. Ksirin havoriylari yarim energiya, yarim konstruksiyali mavjudot. To'g'ri aslida. Olam panoh. Ksirin havorisi sifatida ruhiy olamim sizniki bilan bog'liq. Bir-birimizga yaqin bo'lsak, ruhlarimiz ham hamohang bo'ladi. Hamohanglik, ruhiy bog'liqlikmi? Mening ichim ko'rinib qoladi deganimi? Hazrat oliylari, hozirgina tushingizni ko'rdim. Ammo xotiraga ruxsat bermasangiz, men kabi quyi mavjudot unga kira olmaydi. Ha, nima? Shoshmachi, sen meni xotiramdagi gaplarni eshitdingmi? Ruhiy bog'liqlik ochiq ekan. Hazrat oliylarning ongi kaftdek ochiq. Shu bois unga kira olaman. To'xta, o'zi nimalar bo'lyapti? Men o'lganman. Hazrat oliylari, bu ko'rinish sizga yoqishini sezganda, hozirgi vaziyat haqida ma'lumot berishga ruxsat eting. Ruxsat beraman. Ko'p yillar avval vaqt xatosi tufayli Ksirin imperiyasi keskin o'zgarishga uchradi. Butun imperiya chuqur uyquga ketdi. Yaqinda imperiyaning yagona ishlab turgan hakamlik yulduzi shu fazo hududida sizning ruh tamg'angizni aniqladi. Shu tariqa imperiya uyg'otildi.
Demak, sen o'sha shahar binosidansan. Gap shundaki, imperatorlikdan voz kechishni biron yo'li bormi? Qonunlarga ko'ra, endi hukmronligidan voz kechish, o'z borligidan voz kechish demakdir. Ushbu qaror 3 marta tasdiqlanadi. Roziman, xo'pmi? Qaror o'zgarishi tasdiqlandi. Hazrat oliylari, Oliy mudofaa qonuniga ko'ra, qolgan 300 ta qurollangan legion havorisi ushbu sayyoraga yetib keladi. Nima? Ular naq 300 tami? Aslida 300 ta juda ko'p. Ularning hammasi ham sendek emas. Ko'cha oldida yoqimtoylikni qadri yo'q. Ular 12 soatda yetib kelishadi. So'qqa bosh qo'limda 300 havoriyni qanday boqaman? Ha? Opamni bezovta qila olmayman-ku, lekin undan yordam so'rasam, ya? Nega aloqa yo'q? Mana aloqa qaytdi. Alo, hamiyman. Nima? Yangi topshiriqmi? CN 2233-ni yig'ish topshirig'ichi? Boshqa topshiriq ham CN 2233 bilan bog'liq. Endi har ikkala topshiriqni birlashtir. Ma'lumotlar yuborildi. Hey, opa! Sizga qanday xushxabar keltirganimni toping-chi? Meni hozir nima deb chaqirding? Kapitan Lin, bino tashqarisidagi noma'lum to'siq yo'qoldi. Buyruqni kutyapmiz. Kameralar yana ishlay boshladi. O'g'ri qayerda? Xuddi taxmin qilganimdek. U uning chorasini ko'ribdi. O'mi? Siz aytgan o'sha yigitmi? U nima qilyapti? Ha, xo'p, sensan. Tezda yetib boraman. Ketdikmi? Hazrat oliylari, bu bino ibtidoiy qurollangan 40 ta uglerodli mavjudotlar tomonidan o'ralgan. Ularni yo'q qilaymi? O'zingni go'llikka solma. Ular haqida xavotir olma. Toki Pandora shu yerda ekan, CTFmi yoki boshqasimi qarshi kurashishning umuman imkoni yo'q. Janob oliylari, aytmoqchisizki, o'zimdagi jangovar qal'ani ishga tushirib, bu sayyorani zabt etishim kerakmi? Yo'q, bu shunchaki miyamdagi ovoz ko'rsatma emas. Nima? Aktiv guruhga chekinishni buyuraymi? Aytganimni bajaring. Lekin, opa... Xo'p, kapitan Lin. Aytgancha. Chenjun ketgach, voqea joyini ko'zdan kechir. Agar u narsa yerda bo'lmasa, menga Chenjunning koordinatalarini yubor. Hozirdanoqmi? Bu bilan nima qilishim kerak o'zi? Buni xohlaysanmi? Eslab qol. Bundan buyon sening isming Panlin, mening yo'qolgan singlim bo'lasan. Meni aka deb chaqir. Akajon? Juda ham shirin qizaloq. Endi nishonimiz Shu Shenshen. Bu yerdan ketamiz. Shenshenning qarindoshlarining uyi naqadar katta ekan. Shu Shenshen! Yo'lni bo'shatishim kerakmi? To'xta, zararni to'lashga qurbim yetmaydi. Salom, jon. Shenshen, Nega bunchalik kechikding? singlimni olib kelgandim. U kim? Singlim, Panlin. Shenshen, ancha kuchayib ketibsan. Seni salkam 18 yildan beri taniyman. Nega singling borligini bilmaganman? Salom, opa.
Salom Lili. Men senman. Men Liliman. Akamni anchadan beri yo'qolgan singlisiman. Buni unga sen o'rgatding, to'g'rimi? Nimalar deyapsan? Lili, uni quchoqlab qo'y. Opa. Oy, men jannatdaman. Xo'sh, mendan nima xohlaysiz? Yotoqxonada yashamoqchi edim, lekin opam shu yerda. Uni yolg'iz qoldira olmayman deb o'yladim. Biror qarindoshingizni bo'sh uyi yo'qmi? Shunga Demak, senga yaxshilik qilishimni xohlaysanmi? Shen. Mayli, Lili men bilan shu yerda qolishi mumkin. Aslida bu yerda faqat Lili qolayotgani yo'q. Sen ham qolasanmi? Men Aslida mumkin. haligi Lekin dadamga tutilmasligimiz kerak. Aytgancha, dadam bilan anchadan beri gaplashmadik. Shen xonim, nafaqat men, balki Lilining 300 ta qarindoshi ham bor. 300 ta? Chenjun. Kimsiz? Aha, kimsiz o'zi? Nima, janobchi, birga qilgan ishlarimizni shunchalik tez unutdingizmi? Birga? Jun, orangizda nima bor? Shen. Chenjun mening xodimim. Shaxsan u menga qiziq emas. Qiziq bo'lmasa nega uni qidiryapsiz? Albatta, uni vazifaga yuborish uchun. Men hali sizlarga qo'shilganim yo'q. Nega siz bilan vazifaga borishim kerak? STF nizomining 30-moddasiga ko'ra, agar g'ayritabiiy iqtidor egasi STFga qo'shilmasa, u STF nazorati ostida bo'ladi. Bundan tashqari, men bu yerga Sofiyang uchun kelganman. Dadamga nima bo'ldi? Tushuntirishga vaqt yo'q. Qani chiqing. Jun, Uning yolg'onini tushunib yetdim. Unga yordam berishimiz uchun bizni aldayapti. akajon, u yolg'on gapirmayapti. Bu uglerod asosidagi mavjudot yolg'on gapirmayapti. Lekin sen tinchlantirish uchun uni tekshirib ko'rishimiz kerak. Chenjun, sen bilan kelgan bu qiz kim? U mening singlim. Nima bo'ldi? Dadamdan biror xabar bormi? Xo, janoblari g'oyib bo'lganidan beri geologiya jamoasi bilan birga miya xarobalaridan darak yo'q. Shen. Nima bo'ldi senga? Lili, professor Xu hozir qayerda ekanligini aniqlay olasanmi? Iltimos. Aka, hozirgina butun sayyorani skaner qildi. Xofeng ismli uglerodli mavjudot fazoviy yo'riqda qolib ketgan. Va u xavf ostida emas. Bugungi vazifa qidiruv va qutqaruv. Chenjun, sen va men xarobaga boramiz va geologiya jamoasini olib chiqamiz. Xavotir olma. Xu amakini qaytaraman. Kelib qoldik. Oldinda niya xarobalari. Bu yerda Xu amaki ishlaganmi? Ichkariga kirishdan avval. Ketdik. Nima? Ayniqsa siz ikkalangiz ichkaridagi hech narsaga tegmang. Xo'p, ketdik. Lili, sekinroq. Bunchalik tez yugurmada, yetolmay qoldim. Aka, bu Hiring jangchilari qabristoni. Chenjun, hech narsaga tegma demaganmidi? Quvvat kristali senda, shundaymi? Uni menga ber.
go'zal xonim, xo'roz qantingizni bera olasizmi? Uni shunchaki olib turaman, birozga. Ular nima qilishyapti? Qani. Liu Xiu Pandoraga qarshi. Naqadar injiq qizaloq. Bunda men ayblaman. Uni birozga olib turaman. Lin Xue. Kim haqiqiy zo'ravonligini ko'ramiz. Lekin Lili, unga xo'roz qanti ber. vakolatli shaxs aniqlandi. Tasdiqlanmoqda. Firma yog'i uzatish arafasida. 3 jon, 2 1.危险将至，暴风将至，辉煌文明陨落尘埃。信念如深渊，摧毁在瞬间，历史的巨变，沉睡万年。奇迹般存在。